Men Uyg'ur bo'lganligimdan faxrlanaman. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Biz bu video orqali Uyg'urcha ovozni tekstga aylantirishni ko'rib chiqamiz. Oldi bilan mushu xizmatga kimlarning to'p qo'shganligini va qanday to'p qo'sha oladiganligimizni ko'rib chiqaylik. Qaraydigan bo'lsanglar, ovozam bir mush temada ko'rishliganga o'xshash 1000 soatdan ortiq har yosh, jins va yurt shivisidagi ovozlar yig'ildi debdi. Bu xizmatlar boshlangan xili bo'lgan bilishimcha. Hozirning o'zida biz ma'lum darajada, ma'lum sifatda ovozimizni yoziqqa aylantira olamiz. Oldi bilan bir qancha sinoqlarni qilib ko'rib boqaylik. Undan keyin bularga qanday to'plarni qo'sha olamiz. Ya'ni ovozimizni texmi yaxshi, texmi to'g'ri yoza oladigan qilishga bir kishilik hassimizni qo'sha olamiz. Bularni biz birlikda ko'rib chiqamiz. Oldi bilan mava ulanmaga kirgandan keyin men hozir o'zida Google hisobim bilan kiribdiman. Bevosita sizlarni Google hisobinglar bilan tizimlab kirsanglar bo'ldi. Kirgandan keyin merki mikrofon deganni besib qilsanglar bo'ldi. Tunji qatimda bu yerdan biz qaysi mikrofonni ishlatganligimizni ko'rsatamiz. Sizlarniki balkim chiqmay qolib qolsa, ekranning ma'lum qismida mikrofoningizni ishlatsak bo'lamdi deganga o'xshash bir askarcha chiqadi yoki bir iltimos ko'zlik chiqadi. Bu yerdan qo'shilishni bosgandan keyin bevosita mikrofonlarni ishlatalaymiz. Endi biz bu yerdagi til tanlash qismiga Uyg'ur deb yozgandan keyin mana shu shaklda chiqadi masalan. Qaranglar. Chiqqandan keyin biz bu yerga mavuni bosamiz. Assalomu alaykum. Ko'rayotganlaringlardek ovozimni tekstga aylantirib o'tadi. To'g'rilik nisbatini o'zinglar ko'rib turasizlar. Biz bularni texmi ko'p va texmi to'g'ri qila olish uchun har birimiz bir kishilik hassimizni qo'shishimiz kerak. Ko'rayotganlaringlardek assalomu alaykum, ko'rayotgandek masalan ko'rayotganlaringlardek degandim. Sonini to'g'rilik nisbati o'zinglar ko'rib turasizlar. Qaraydigan bo'lsanglar, asosan to'g'ri yozibdi meniki deganimni. Shundaq ma'lum qismlarni qilmaslik mumkin. Biz bularni texmi to'g'ri va texmi sifatli qila olish uchun bir kishilik hassimizni qanday qo'shimiz, bularni biz endi ko'rib chiqaylik. Qaraydigan bo'lsanglar, ma'lum to'g'ri bekatning ulanmasini shu videoning ostiga qo'yib qo'yman. Munosabatlik boshqa ulanmalarni ham shunda. Qaraydigan bo'lsanglar, bu yerda mana shu sonliq ma'lumotlar, ya'ni shu yig'ilgan ovozlar munosabatlik uchurlar bor. Endi mana xatlarniki bunda chiroyli, ma'no o'xshash chiroyli chiqish uchun ilgarki darslarimizda bo'lgan 400 Uyg'urcha xatlar endi ko'rimsiz emas ismlik shu darslarimizga murojaat qilsanglar bo'ldi. O'zinglarniki ishlatadigan to'g'ri ko'ruvchilarga asosan tanishib olsanglar bo'ladi. Undan keyin ma'lum qismlardagi va shuning o'xshash qismlardagi Uyg'urcha xatlar chiroyli chiqadi. Bu balkim sizlarniki texmi rohat va texmi aktiv holatda shu ishlarga to'p quchonlarga balkim turtki bo'lishi mumkin. Bundan sonra biz oldi bilan kiramat degan besib, bu yerdan Google orqali kirsak bo'ldi. Men bu shunaqa qilib davom qilay. Yana bir akkaunt ochib, sizlar bilan birlikda ko'rib chiqaylik. Ko'rayotganlaringlardek qop-qora ham akkauntim. Yanadan birini qo'yaylik. Uyg'urcha deb biz qo'yaylik. Ismni mana şekilde. Ondan keyin til qo'shish degunga biz Uyg'urchani tepib mana Uyg'urcha talaffuzimizni qanday tasvirlaymiz. Bularni yozmaylar bevosita o'tib ketsak bo'ldi. Shaxsiy nimga qo'shilamiz, emailimiz mana shu.
Saqla deymiz. Qo'shilma deymiz. Saqlandi. Uyg'urjan bo'ldi. Endi biz mana bu to'pi qo'shay qismidan so'zlay, anglay, yazay, tekshiray qismlarini besish orqali to'pi qo'shsak bo'ladi. To'pi qo'shish usuliniki 4 xilni bu shaklda ko'ra olamiz. Endi biz so'zlaydigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsanglar, shu jumlalarni o'qib, davomlashtirsanglar bo'ldi. Hozir o'zida 5 jumla arqa-marqa chiqadi. Masalan, shu mikrofonni besib turib, shularni so'zlasak bo'ldi. Masalan, ko'rib baqaylar. Ko'rayotganlaridek mikrofon huquqini mana shu shaklda talab qildi. Biz qo'shilgandan keyin hozir o'zida ovozimiz ilyotadi. Xato ilyotadi hozirlikka. Mana birinchisida men xato gap qildim, munosabatsiz gap qildim. Shunlashqa qaytadan unga olsak bo'ldi. Masalan, yaxshi turg'uningizni ko'rib xush bo'ldik. Davomli omon bo'ling. Deganga o'xshash mana bu yerda anglay olamiz yana. Yaxshi turg'uningizni ko'rib xush bo'ldik. Davomli omon bo'ling. Shuna o'xshash qaytadan davomlashtira olasizlar va yoki anglay olasizlar. Undan keyin biz anglay qismini qaraylik, ovoz yo'llab bo'lsin. Ovoz yo'llandi. Endi anglaydigan bo'lsak, sizga desam, eng yaxshisi sizni bearam qilayotgan ushbu ishlarni xiyolingizdan chiqarib etib, rohat yashang. Masalan, bo'libdi deganga o'xshash davomlashtirib mushta qilamiz. Mana yozay qismini ko'rib baqaylik. Biz menga qolgan jumlalarni yozsak bo'ladi. Yozishdan ilgari mana bu qoidalarga diqqat qilishingizni umid qilaman. Undan keyin tekshirib qarab baqaylik. Mana. Ya'ni shu qoidalarga uyg'un bo'lgan jumlaga bo'libdi va yoki bo'lmabdi va yoki atlar deganga o'xshash to'pilarni qo'shsak bo'ladi. Undan keyin mana bosh taxta qaragan bo'lsak, mana unganilgan ovoz 1, dilligan ovoz 2. Mana shu shaklda munosabatlik sonliq ma'lumotlarni berdi degan gap. Mana. Eng başa qaysaqmi o'xshash shaklda. Bu shaklda so'zlab yoki bu shaklda anglab shu ishlarga bir kishilik to'pimizni qo'sha olamiz demoqchi. Shu munosabat bilan shu ishni boshlatgan va shu ishga to'p qo'shgan, undan keyin oldimizda to'p qo'shmoqchi bo'lgan barliq qarindoshlarga shaxsiy nomimdan ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Inshaalloh hammamiz birlikda ko'p kuch chiqarsak, to'p qo'shsak, balkim kelgusi texmo mukammal, texmo sifatli yoza oladigan shu qurollar maydonga va barliq kelishi mumkin. Undan so'ng biz bugungi videomiz mushunchalik bo'lsin. Kelar qatorliq videolarda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga emanet.